KX'in 5600L veterinar uzi aparatimizga qisqa obzor. Ushbu aparatimiz 5-6 düym, ya'ni o'zimizni osonroq tilda aytganimizda diagonali 15 cm ga ega. 5100 mAh batareykasi bor. Suvdan changdan himoyasi bor. Mana knopkalarni ham hammasi suvdan changdan himoyalangan. Mustahkam korpusga ega. Og'irligi 1 kg 100, shundan bilsa bo'ladi. Buni materiallari ham mustahkam material va sifatli to'shli ekran, katta ekran qo'yilgan. Har bir apparatda yuragi o'zi zondi hisoblanadi. Bunda universalniy zond bilan kelgan. Bu qoramol ham qo'ylarga ishlataveradi. Qoramollarga rektalniy, qo'ylarga tashqi ishlatiladi. Vizivdagi akalarimizga bu juda narxi va sifati jihatdan vizivga juda moslashgan apparat. Chunki bu suvdan ham changdan ham qo'rqmaydi, tashqari dala sharoitiga moslashgan. Batareykasi katta batareyka. Zondi aytganimizdek universalniy zond bo'ladi. Sizlarga ham shunaqa apparatdan kerak bo'lsa, KXin kompaniyasining O'zbekistonda rasmiy hamkori Alfa Milk NTJ ga aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Telefon raqamlarini pastda qoldiramiz.